365 kun ichida 300 dan ortig'ini ishxonada, safarlarda o'tkazasiz. 300 dan ortiq xalosmi? Oxirgi 2 oy ichida qancha safarlar bo'ldi? Nima qiyinroq siz uchun? Xalqaro darajada O'zbekistonni taqdim etishmi yoki joylarda dolzarb muammolarni yechishmi? Chempionlarning ketidan ulgurmayapsiz-ku. Barchasi mas'uliyatli, barchasi murakkab. Qohirada Alasxar bosh imom bilan uchrashuvmi? Biz ham sizni tashrifingizdan yanada xursandmiz va yana bir bor erishingizni kutib qolamiz. Yoki Rimda Papa Rimskiy bilan uchrashuvmi? Yoki Qoraqalpog'istondagi safarimmi? Necha yosh bu qiz? Xudo xolasa Olimpiada chempioni ham bo'laman. Yoki Urgutmi? Hammasida mas'uliyat juda katta. Har bitta mani поручением, hokim bilan, prokuror bilan. Tushunarli. Головой будешь отвечать. Qanaqa qilib 3 ta ayol primoy tog'adimi birgalashib? Prezidentimiz Urgutga o'zing qaraysan, Samarqandga o'zing qaraysan, bor deb yubordilar meni. Endi qo'limdan kelganicha sizga yordam beraman. Chunki gap mamlakat taraqqiyoti, insonlar farovonligi haqida ketyapti. Prezidentimiz qanaqa ishlaydilar? Prezidentimizni g'ayratlari, tinchimaganlari bizga ham katta motivatsiya beradi. Bu bizga stimul va dalda bo'lsa kerak. Endi biz o'zimiz tarafdan hamma masalani yechishimiz kerak. Mana bu mahsulotlar Amerikaga eksport qilinadi. Tuzilmalar, har xil maktablar, bolnitsalar. Shunisi muhim. Mening eng katta xohishim prezidentga, odamlarga, dunyoga real foydam tegishi. جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي Shayx Zoid nomidagi insoniy birodarlik mukofoti. Bu insoniyatga, tinchlikka va odamlar o'rtasida hamjihatlikka xizmat qilayotgan shaxslar, tashkilotlar hamda ulug' tashabbuslarni e'tirof etishga qaratilgan xalqaro mukofotdir. Biz joriy yilda hakamlar hay'ati tarkibida hurmatli sudyalar safida janobi oliyalari Saida Mirziyoyevani hamjihatlik va insoniy birodarlik yo'lida ulkan ishlarni amalga oshirib kelayotgan munosib ayolning ishtirok etayotganidan chin dildan mamnunmiz. Bu yil u hakamlar hay'ati faoliyatida juda muhim va go'zal rol o'ynamoqda. U musulmon ayolni, insonparvarlik masalalariga befarq bo'lmagan ayolni ifoda etadi hamda O'zbekistonni eng munosib tarzda namoyon etmoqda. Sharafan ta'rif alla hadritak. Going to gain and then I said, how do you manage? How do you manage? I thought that this is very Thank you very much. When you had a speech during the majlis, during the meeting. Yig'ilishda siz O'zbekiston haqida juda iliq so'zlar aytdingiz. Shu orqali men O'zbekiston prezidentiga va juri a'zosi bo'lgan qizlariga o'zimning chuqur minnatdorligimni bildirmoqchi edim. Saida xonim haqiqatdan ham havasga loyiq. O'z ishiga qanchalik vafodor. Hozir ular yana safarga chiqib, safimizga Rimda qo'shiladilar. Avazaga keldik. Soat necha? 4:30. 4 soatdan keyin готовность. Ana gap borku, с корабля напал, с корабля на корабль. Hozir Pokistonga ishdan ishga munosabatlarimiz yaxshi shunaqa. Bu juda ham muhim tadbirlar. Birgalashib shu ayollarning masalalari, men juda ham xursandman. Turkmanistonda ham shunaqa masalalarni ko'tarishyapti, shunaqa oliy darajada. Bu albatta o'z natijasini beradi. Это условие действительно создания реально справедливого, инклюзивного и процветающего общества. Mukofotga bag'ishlangan maxsus film ham olinyapti. Juri a'zolaridan intervyu olish jarayoni. Leave the camera on the tripod. Said Shavkatni juda chiroyli gapirdingiz. Premyerani kutamiz endi. Rosa missiyangiz uzun bo'lib ketadi-ku. Qilayotgan ishlaringiz ko'p-da.
Siz ozgina diplomatiya ham Bilaganmi? Katta delegatsiya ekan. Но с другой стороны, katta xalqaro loyiha. O'syapmiz. Albatta. Katta loyiha juda ham. Xudoni bilyapsiz, sezyapsiz. Sizni boshingizga yunok. Zora? Римский лавровый лист. Kunlar ichida shuncha sivilizatsiyalar yuradi. Kuch bersa kerak. Shuni o'ylab kelyapman. Samarqand, Misr, Rim, Qoraqalpog'iston. Biz ham hozir tarix yaratyapmiz. Bu ilhom beradi. Endi men hozir prezidentimizni yaxshiroq tushunyapman, bilasizmi? Har doim hayron bo'lardim. Qanaqa qilib tinmaydilar? Qachonki hududlardan qaytib kelsalar, yuzlari nurga to'ladi. Gapiraman-da. Siz charchamaysiz-ku, men nimaga charchayman? Men uyalaman, siz shuncha ishlaganingizda men ishlamasam. Bitta qiyin joyi bolachalarimni sog'inib qoldim. Chunki xizmatdaman. Ko'rib turibsiz-ku, hayotimni bag'ishlayapman. Shuda endi baxt. Kecha jurilar so'rayapti. Shu zo'ravonlikka qarshi qonunni qanaqa qilib qabul qilgansizlar? Chunki mintaqada yo'q edi-ku bunaqa zakon. Men aytdimki, prezidentimiz borladi. Ayollarga yo'l berish kerak. Есть татарская пословица известная. Qish qanoti bilan, kishi do'stlik bilan kuchli. Татары и узбеки, они очень близки. Это история наша. И самое главное, наши лидеры, лидер Узбекистана, президент Мирзиёев, лидер России, президент Путин, они очень близки, и это дает нам возможность еще глубже развивать наши контакты. Я хотел бы пожелать процветания Узбекистану, крепкого здоровья нашему уважаемому президенту Шавкату Мироновичу. И, конечно же, мы видим, как меняется ваша прекрасная страна. Всевышний, чтобы оказал содействие, мы были рядом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В основном эти картины именно из Нукуса. У нас их крайне редко можно увидеть. Bizlarda ko'plagan dunyo yuzini odamlari kelib, "O sizlarni ko'rganingiz mana yoqda bo'ldi, men Italiyada bo'ldi, yo bo'lmasa men Fransiyada ko'rdik, men Arab dunyosi muzeyida, yo bo'lmasa men Rossiyada o'qidik." Ulkan baxt. Yangi yil arafasi bu tilaklar qilish payti. Eng ko'p nimani istaysiz? Avvalo men xohlardimki, odamlar men qilayotgan ishlardan rozi bo'lishsa. Har bir daqiqam bugun nimalarni uddaladim degan o'ylar bilan o'tadi. Nimalarga ulgurdim, nimalarni qildim, nimalarga erishdim. Праздник biz uchun bayram. Xursandmisiz? Вообще zo'r. Super. Intilish bo'lsa, maqsad bo'lsa bo'ldi. Rahmat, xursand bo'ldim boshingiz bilan. Sog' bo'ling. Hurmatli prezidentlar, pastga tush. Kerak emas menga chiroyli natijada tepada. Real kasb bo'lyapti. Real. Shundan kasb egallasa, bitta daromad bo'ladi. Сразу ketamiz-mi? Сразу. Там просто Yaqinda biz o'zimizning birinchi milliy 3D multfilmimizni premyerasida bo'ldik. Kichkina Shavkatjon bilan birga ko'rdim. Bordik, juda ham yoqdi bizga ham. Sizlar oddiy bolalar emas, qahramonsizlar. Qahramon? Sehrlandiya qahramonlik missiyasi. Hayotimizni o'zini ham Sehrlandiyaga o'xshatgan bo'lardim. Ammo sehr va mo'jizalarni biz o'zimiz yaratamiz. Agar har bir inson o'z o'rnida qahramon bo'lsa, hammasini uddalaymiz. Assalomu alaykum, yaxshi o'qiysiz. Assalomu alaykum. Зарплата не года человек. Коротко и ясно. Надо любить родину.